Nimaga? Nega sizlar? Matematikadan bir sinf bilan bellashib o'tgan ekan. Sinfimiz zo'rligini ko'rsatib qo'yingizmi? Yetkazib qo'yingizmi? Men borman, menga ishonlaring. Ketdi. Bu sinf yana sharmanda bo'lib kelyaptimi? Matematikadan bellashmoqchimisizlar? Kim zo'ri? Men. Men bo'ldim. İki sekund keçişte sen nima qilarding? Katta ketish kerak emas edi. Hamma o'zini tengi bilan bellashsa-da. Между прочим, A sinf qizlari bu sinfdan ancha oldinda. To'xta. Yo'q, buni hali ko'ramiz. O'rtoq, Karuch maktab 2 yil bo'ldi. Boshqalar Sanzorda otdi. Boshqalari Rahmanjon zorda otdi. Yaqinda bilib olamiz kim zo'rligini. Kechiring bolajonlar. Nima shovqin? Misol yechish o'ynagandik. Bilmasdan yutib qo'ydik-da. Bilim bo'yicha bahslashganingiz yaxshi. Lekin bu A sinf yaxshimi, B sinf yaxshimi bilish uchun qilinmagan. O'z shunaqa hamma biladi A sinf zo'rligini. Hamma darslarga borsin. Nilufar, Rahmatjon bilan Parvinaning o'rtasida nimadir borga o'xshaydi. Agar o'sha nimadir bor bo'lsa, o'sha bor narsani yo'q qilaman. Maktab faxri A sinf kelibdimi? Faqat qizlar bilan bellashadi. Hay endi B'ni bolalari qizlarning orqasiga bekingandan keyin kim bilan bellashamiz? Hoy, nima bo'lyapti? Nimani bo'lishni olmadilaring? Keldi hol qiling. Qani tez ham men darsimga kirchi. Bor darsingga. Salom. Hali gaplashamizsanmi? Rahmonjon. Bugun darsdan keyin sinfdoshlar bilan parkka bormoqchi edik. Borasanmi bizlar bilan? Yo'q. Ukamni uyiga borib tashlashim kerak buni. Mayli. Parvin, to'xta. Mana senga. Menga? Nima qilsa? Menga qara. Bizning sinfda bolalar yonida vashcha ko'rmaysan, tushundingmi? O'rtasidan qo'yib dedim senga. Maktab bahorning ishlari qalay? Qattonlikmi gap-a? Hamma biladi-ku, kecha shohri xuribsiz-ku. Sen bu gaplarni qo'y. Undan ko'ra o'xshayna qol. Tirnafkangda qol. Xo'p aka. Ibrohim. Uyga o'zing bora olasan-a? Oyim so'rasalar nima deydi? Qo'shimcha darsga qoldi degan. Xo'p. Davay. Assalomu alaykum, qo'shimcha dars. Qalaysan? Yomon. Nimaga? Hazillashdim. Yaxshi. Ketdikmi? Qayerga? Aylanamiz. Mayli.
Shu Rahmatjon ham jonimga tegib ketdi-da. Menga ham Parvina umuman yoqmayapti. Menda bitta plan bor. Faqat sen yordaming kerak. Shohruxsan bilan darsdan keyin birga urushmoqchi ekan. Maktab orqasida. Men bolalarni yig'yapman o'sha. Birga bir degan bo'lsa shart emas bolalar. Shohruxni bilasan o'rtoq, talpib bo'lib ketadi. D sinf ham kakras bizga tarafda. Biz boramiz ishonga. Talpa shakarda bo'ladi. Eshitdingmi? Asldagi Rahmatjon bilan Parvina o'rtasida qatnashishing bor ekan. Yo'q. Da. Qo'l qolasan Parvinaga ham deb qaraganda. O'zi Rahmatjon g'alati bola bo'lsa. Shuni undan ko'ra shoh bilan gaplashgan yaxshi edi. Puli puli bor. Bo'y baslari bor. Yigiting o'zi shunaqa bo'lsa-da. Shuni eshitib tur, keyin yoshlaysan. Eshitgan bo'lsalar ham shoh bor-ku, Rahmatjon bilan birga urushalarni karillab qo'ygan. Bilasan-da, bo'ni shakal tegmay yuradi. Endi biz ham hayot turishimiz kerak, nakrayni suvchi. Ular bitta urishamiz yani. Bitta mahallangda urushasan. U bila aytib turmasanga, talpib bo'lib ketib qoladi. Biz ham qarab turibmiz, oxiriga surib beramiz. Ustoz bo'lamiz, o'tir. Nimaga? Sen shart emas. Biz tarafga o'zi qo'lingiz yetmaydi-da. Nimaga? Gap yo'q. Короче, bitta iltimos bor bolalar. Darsdan chiqib ketaman, yo'ligimni bilintirmay turlaring. Xo'p, ustozlar so'raylik, kim yo'qsa Rahmatjon ustoz bilmayman. Qazamitchi desam, nom ursin bilmayman deyman. Nilufar bilan Rahmatjon o'rtasiga bir sinfdagi Parvina tushgani Nilufarga yoqmayapti. Parvina shoh bilan gaplashmasmidi? Yo'q, Parvina Rahmatjon bilan yuribdi-yu. Lekin Rahmatjonni qayga ketmaganda yo'damasdim. Boyxa. Chiroy bo'lsa bor, pul bo'lsa bor. Gapingni Nilufar eshitib qolmasin-da. Keyin yana urushib yuradi. Hey bolalar, короче, bugunga stelka bor edi albatta keyingi. Agar mabodo Rahmatjon meni urib qo'yayotganini ko'rsanglar, qo'shib olasizlar, bo'ptimi? Nima degan qo'shilib olasizlar? Talpaga birmi, mirga birmi bu yoki duxmisan? Sen rostdan ham Rahmatjon bitta o'zi keladi deb o'ylayapsan. Mujik bo'lsa birga bir kompaniyasi kelish kerak. Tushunmadim. Agar qo'rqayotgan bo'lsang, bormasang ham bo'ladi. Sen istam eplay olamiz. Mayli bo'ldi. Xohlaganda bo'lsin. Bo'ldi. Bo'ldi, yutqizdi. Tur. Sen bilan hali отдельно gaplashilmadi. Mana shakallaring ham yordam bera olmay qoladi. Tushundingmi? Oyi, maktabda hamma Parvinani yaxshi o'quvchi deb o'ylayapti. Kimmi? Parvinani? Mani qizim hammadan yaxshi. Sen umuman xavotir olma. Bor darsingga men zo'r narsa o'ylab qo'yganman. Qaysini zo'r? Ha? Ko'rdinglarmi, tan oladi deb abrasini zo'rligini. O'z xonanglar qayerda? Pastda. Ko'ryapsizlarmi? Shu yerda ham bizdan pastdilar. Jim o'tir. Men baqir-chaqir qilib maktab boshlaring ko'tarib olsanlar. Xo'p, xullas, o'rtoqlar, zo'r yangilik bor. Bu yangilikni direktorimizga shaxsan o'zlari hozir aytadilar. Assalomu alaykum hammalarga. Yaxshimisizlar? Men o'zgarib ketdilar. Jimgan. Qo'lidan qo'yibdi. O'zi oyib yo'q bo'lishlari bilan sразу o'zlaridan direktor yasab oladilar. Xo'p, o'rtoqlar, xullas yangilikni zo'ri maktabimizda yil o'quvchisi bellashuvi bo'lib o'tadi. Tushunarli-a? O'shaning uchun harakatinglarni qilinglar. Bolalarga alohida bo'ladi, qizlarning o'rtasida alohida bo'ladi. Yilning eng yaxshi o'quvchisi men bo'laman. Bu tomondan Rahmatjon sandan ancha-muncha kuchli. Uni sotib olaman. U ham sota oladi.
pulni kattaroq pul sotib oladi. Yo'qmi sizga har oy beradigan pulim. Bu safar ko'proq. Voy, rahmat. Shohruh o'qishlari yaxshimi? O'qishlari zo'r. Axir siz tarbiya bergansiz-ku. Shohruh aytishi bo'yicha yil o'quvchisi ko'rik tanlovi bo'layotgan ekan. Yil o'quvchisi tanlovimi? Bilasiz, kimni yutish kerakligini. Tan keyin safar konvertni ochganingizda bo'sh bo'lib qolmasin. Xo'p. Nima bo'lganda hamchi futbolda yutishimiz shart. O'zing nimadir planing bormi? Men ko'p ko'rganman. Rahmatjon musobaqaga chiqqanda narsalarga Parvina qarab turadi. Buni men ham bilaman. Oxirgacha eshit. Suviga dori qo'shib qo'yamiz. Rahmatjon-ku hal bo'ldi. Lekin Parvina nima qilamiz? Oyi maktab direktori-yu, oyi orqali hal qilib